Şu görüp turganınız obunechilar altından nao farkı ba aytinglar. Çünkü bunam zerger ishlab ko'yibdi. Qaranglar. Nafis ishlangan sepochkamiz oltin suv yurtilgan kumush deb aytiladi bu. Hazat 3-4 yil asaverasida hech narsa bo'lmaydi. Buni xo'shro'y brasletlar ham bor. Bularni ham hammasini zerger ishlab ko'yibdi obunechilar. E'tibor etinglar qatori bilan. Bugun biz sizlar bilan kumush magaziniga keldik va bu yerda skidkalarni cho'zib beradigan bo'ldik. Kelasiz endi oltin suv yurtilgan bir-biridan chiroyli bo'lgan yuzuklarimizni, xohlasangiz komplektlarimizni, hatto italyanskiy modeldagi zavodni o'zidan obunachilar, qaranglar oltin suv yurtilib kelgan hamma kumushlarimizni zo'r baholarda 80 ming so'mdan grammini xarid etasiz. Hozir obunachilar faqat oltinni o'zi emas, oq oltin aralar sepochkalar ham trendga kirgan. Qaranglar, shu yerda ko'rib turgan sepochkalaringizda ham hozir hammasi toza yangilik va bularni ham skidkada 80 ming so'mdan beradigan bo'ldik. Shu yerda ko'rib turganlaringiz ham ukrainskiy modelda baytiladi, hech narsa bo'lmaydi, sifatlari dimzo'r. Grammini 80 mingga o'lchatib olsangiz ham bo'ladi. Yuzuk olasizmi, sepochka olasizmi, hammasini obunachilar probalari yozilgan. Umuman oltindan farqlab bo'lmaydi. Probasi 925 bo'ladi. Shu ko'rib turgan kumush komplektlaringiz obunachilar, vibrimiz dim ko'p, Silver Star'a kelsangiz ham yerda 100 ming, 120 ming sotilib turgan original kumush komplektlarimizni 90 ming so'mdan grammini xarid etasiz. Yana ichida shu yerda ko'rib turganingiz любой bir komplektimizni besplatni podarka etamiz. Qaranglar, bular ham xo'shro'yligina. E'tibor bering obunachilar, oq oltin brilliantdan umuman farq etmaydi. Shu ko'rib turgan kumush yuzuklaringiz qo'lingizni to'ldirib turadi. Yana obunachilar zavodskoy qaranglarni ichki ishlanganini, bularni ham obunachilar hozir sizlar uchun skidka narxlari qo'yib berdilar. Kumush yuzuklarimizni vibrlari xullas dim ko'p. Podarka olib borsangiz ham yo'ltirib qo'ymaydi. Hatto murskoylar ham bor. Qizchalarimiz obunachilar doğulganda ya bo'lmasa yosh to'ylarida shunday brasletlarni urfa girgan. Xohlasangiz yana oltin suv yurtilgan variantlari bor. Üstüne adlaringizdan xo'sh aytib yozib beradilar. Shkolda ko'rib turganingiz kumush pandoralarimiz. Buni obunachilar brendini borbasangiz ham 1,5 milliondan kamini olmaysizlar. Lekin bu yerda obunachilar bir varianti yana dumzo'r baholarda chiqib turibdi. Xullas shunday narsalarni topib ketasizlar. Xohlasangiz bunday xo'shro'y brasletlarimiz bor. Yana qadrli obunachilar, Silver Star'dan agar kumush komplekt oladigan bo'lsangiz, masalan, brendoviy bo'ladigan bo'lsa, Carter brasletlarimiz komplekt olsangiz, ichida so'mka hamma narsasi besplatni qo'shib beriladi. Grammina keladigan bo'lsak, grammi atigi 90 ming so'mga o'lchatib olasiz. Aynan bu magazinda obunachilar bir bo'limi to'liq bilan har xil turdagi romallarimiz bo'ladi. Hozir skidka baholarda romal olganlari yuzuklarimizni besplatni podarka etib turibmiz. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrida. Bu tarafimiz Darital. Daritalga yetmaysizlar, yonboshda yana Dat o'quv markazi joylashgan, shuni pasida Silver Star. To'liq ma'lumot uchun telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni maksimal hamma xotin-qizlarga ber. Shu ko'rib turganingiz obunachilar oltindan nao farqi bor aytinglar. Chunki buni ham zergar ishlab qo'yibdi. Qaranglar, nafis ishlangan sepochkamiz oltin suv yurtilgan kumush deb aytiladi bu. Hazat 3-4 yil asaverasida hech narsa bo'lmaydi. Buni xo'shro'y brasletlar ham bor. Bularni ham hammasini zergar ishlab qo'yibdi obunachilar. E'tibor etinglar qatori bilan. Bugun biz sizlar bilan kumush magaziniga keldik va bu yerda skidkalarni cho'zib beradigan bo'ldik. Kelasiz endi oltin suv yurtilgan bir-biridan chiroyli bo'lgan yuzuklarimizni, xohlasangiz komplektlarimizni, hatto italyanskiy modeldagi zavodni o'zidan obunachilar, qaranglar, oltin suv yurtilib kelgan hamma kumushlarimizni zo'r baholarda 80 ming so'mdan grammini xarid etasiz. Hozir obunachilar faqat oltinni o'zi emas, oq oltin aralar sepochkalar ham trendga kirgan. Qaranglar, shu yerda ko'rib turgan sepochkalaringizda ham hozir hammasi toza yangilik va bularni ham skidkada 80 ming so'mdan beradigan bo'ldik. Shu yerda ko'rib turganlaringiz ham ukrainskiy modelda baytiladi, hech narsa bo'lmaydi, sifatlari dimzo'r. Grammini 80 mingga o'lchatib olsangiz ham bo'ladi. Yuzuk olasizmi, sepochka olasizmi, hammasini obunachilar probalari yozilgan. Umuman oltindan farqlab bo'lmaydi. Probasi 925 bo'ladi. Shu ko'rib turgan kumush komplektlaringiz obunachilar, vibrimiz dim ko'p, Silver Star'a kelsangiz ham yerda 100 ming, 120 ming sotilib turgan original kumush komplektlarimizni 90 ming so'mdan grammini xarid etasiz. Yana ichida shu yerda ko'rib turganingiz любой bir komplektimizni besplatni podarka etamiz. Qaranglar, bular ham xo'shro'yligina. E'tibor bering obunachilar, oq oltin brilliantdan umuman farq etmaydi. Shu ko'rib turgan kumush yuzuklaringiz qo'lingizni to'ldirib turadi. Yana obunachilar zavodskoy qaranglarni ichki ishlanganini, bularni ham obunachilar hozir sizlar uchun skidka narxlari qo'yib berdilar. Kumush yuzuklarimizni vibrlari xullas dim ko'p. Podarka olib borsangiz ham yo'ltirib qo'ymaydi. Hatto murskoylar ham bor. Qizchalarimiz obunachilar doğulganda ya bo'lmasa yosh to'ylarida shunday brasletlarni urfa girgan. Xohlasangiz yana oltin suv
yürütülgen variantlari bor. Üstüne adlarınızdan hoş aytib yazıp beradilar. Şu kolumda görüp turganınız kumush Pandoralarımız. Buna obunachilar brendine barib basangiz ham 1,5 milliondan kamini olmaysizlar. Lekin bu yerda obunachilar bir varianti yine dumzo'r baholarda chiqib turibdi. Xullas shunday narsalarni topib ketasizlar. Xolasangiz bunday xo'shro'y brasletlarimiz bor. Yana qadrli obunachilar Silver Stardan agar kumush komplekt oladigan bo'lsangiz, masalan, brendoviy bo'ladigan bo'lsa, Carter brasletlarimiz komplekt olsangiz, ichida so'mka hamma narsasi besplatniy qo'shib beriladi. Gramına keladigan bo'lsak, gramma atigi 90 ming so'mga o'lchatib olasiz. Aynan bu magazinda obunachilar bir bo'limi to'liq bilan har xil turdagi romallarimiz bo'ladi. Hozir skidka baholarda romal olganlari yuzuklarimizni besplatniy podarka etib turibmiz. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrida. Bu tarafimiz Darital. Daritalga yetmaysizlar. Yonboshda yana Dat o'quv markazi joylashgan, shuni pasında Silver Star. To'liq ma'lumot uchun telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni maksimal hamma xotin-qizlarga